Assalomu alaykum barchaga. Men Begaliyeva Saltanatman. Qoraqalpog'iston Respublikasidan Ixlos med klinikasina adenomyoz kasalligi bo'yicha murojaat etib keldim. Bu adenomyoz kasalligi menda 2016dan beri bespokойтить etmaydi. Az 2021da aniq adenomyozim kasalligim aniqlangan. 2021dan beri qattiq og'riq bo'lib, tabletka, ukollar menen o'tетін edi vaqtim, kunim. Bu klinikani Ixlos med klinikasida men 2 yildan beri Instagram orqali kuzataman. 2 yildan beri o'ylanib, o'sha embolizatsiya operatsiyasina men rozi bo'lib kelganman. Bu operatsiyada bu tamir orqali shpris bilan hech qanday kesmaydi, hech qanday narkoz bo'lmaydi. Tek tamir orqali o'tkaziladigan operatsiya ekan. Hech qanday odamga ziyoni yo'q. Matking saqlanib qoladi. Menga Nukusda doktorlar matkingni olib tastaymiz deb sonday решение qilib edi. Hozir matkim o'rnida. Matkim saqlangan holda emlanayapman. Operatsiya vaqti 40 minut davom etdi. Doktorlarga men o'zim rahmetimni, minnatdorchiligimni bildiraman. Hech qanday operatsiya vaqtida og'riq bo'lgan yo'q. Narkozsiz, pichoqsiz operatsiya yaxshi o'tdi. Agar adenomyoz, mioma kasalligidan kasallangan ayollar bo'lsa, o'sha usulda emlanuvda men o'zim usunus etaman. Ixlos med klinikasina o'zim ulkan minnatdorchiligimni bildiraman. Doktorlarga rahmat. Bugungi bemorimiz aynan 43 yoshdalar va Qoraqalpog'iston Respublikasida, demak, bizlar uchun tashrif buyuribdilar. Va ularning asosiy maqsadlari 2021-yildan beri, demak, aniqlangan bachadon adenomyozi klinik simptomlarini yo'qotish. O'zi asli 2016-yildan beri, qariyb 10 yil avval boshlangan shikoyatlar ayni damga kelib, demak, kuchayganligi va bemorda qon tarkibidagi gemoglobin ko'rsatkichi 50 dan pastga tushib ketganligi sababli ularni og'ir ahvolga olib kelib qo'yganlar. Juda ham holsiz, kuchsiz va quvvatsizlik. 1 oylik medikamentoz terapiya natijasida gemoglobin ko'rsatkichi 82 gacha ko'tarilgan. Lekin hayz vaqtida baribir ko'p qon yo'qotish va og'riqning kuchayishi va hayz siklining buzilishi sababli bemor aynan operativ davom muolajalarini olishga qaror qabul qilganlar. Va bizga kelishdi, biz ko'rdik. Demak, bachadonning oldingi va yuqorigi qismlarida adenomyoz hisobiga, demak, qalinlashuv, mushak qismida qalinlashuv yuzaga kelgan va bemorda shu klinik simptomlarga sabab bo'lmoqda. Va biz, demak, operatsiyamizni davomiyligi, hatto buni operatsiya ham deb bo'lmaydi. Demak, 30 daqiqaga bormasdan, demak, adenomyozni ta'minlovchi qon tomirlarini topib, demak, yopishga, demak, muvaffaq bo'ldik. Va patsientda bir kun davomida yengil og'riqlar paydo bo'ldi va undan keyin o'zini yaxshi his qilayotganligini tasdiqladi. Endi biza 6 oy, 12 oylik kuzatuvlarimiz asosida aynan bemordagi shikoyatlarning yo'qolishligi va adenomyozni batamom, demak, bartaraf etishimizni, demak, tasdiqlashimiz qoldi xolos. 6-12 oydan keyin albatta biza Instagram va YouTube sahifalarimizda bemorimizni MRT tekshiruvi, kasallikni aynan avj olgan davridagi va bizani amaliyotimizdan keyingi 6-12 oydagi MRTni solishtiramiz va sizlar uchun, demak, tasdiqlangan va isbotlangan davolash muolajasini, demak, yana bir bor namoyon qilamiz. Bizani YouTube sahifamizdan doim xabardor bo'lib turinglar. Biza patsientlarimizning holatlari, ularning yaxshilanishlari va aynan tibbiyotdagi yangiliklarni sizlar bilan bo'lishib boramiz. Yevropa va Amerikaga borish endi hojat yo'q. Barcha muolajalar O'zbekistonda yetarli darajadagi yuqori sifatlarda amalga oshirilmoqda.